Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feslun. La tecuzu salatu ve secdetul tilaveti ve salatul cenazeti inde tulu'u şemsi ve zavaliha ve gurubiha deydi. Biz hem de Kitab-ı Salat degan kitap kelgan o. Yani namaz degan kitapta. Meni aldığım babda namaz degan qanday farz olgan. O namazı qanday vaqtda o'qiymiz degan vaqtning ustida to'xtaldik. Hozir endi ma faslda namoz bo'lgandan keyin u namozniki turi jiq. Endi 5 vaqt namozniki 5 vaqt 5 qatim deyilgan ash vaqtning o'zida o'qiymiz. Endi u o'zida o'qilgandan keyin mana bu ne qanday vaqtda o'qisak bo'ladi, unda ish yo'q. Peshinni pesh vaqtda o'qiysiz, asrni asr vaqtda, namozsham vaqtda, xubdan vaqtda, bamdat vaqtda o'qiysiz, andiki to'g'ri bo'ladi. Ama onun başka vakitte okusanız onun bo'lmaydi, durustçu bo'lmaydi. Hata ish qilgan bo'lasiz. Hem shuningdek, mushu biz ham zamonning ichida yashayotgan bo'lgandan keyin zamonni qanday yer namoz o'qibla o'qisak bo'ldi desakchi bo'lmaydi. Bo'lmaydi endi. O to'g'ri emas. Buning uchun bilib olish kerak. O namoz o'qishga ubda ish bo'lgandan keyin Alloh yaxshi ko'rsa savob berdi. Davol turib, kallamiz kelgancha tarayatib shaqqita shu namaz okusakçı bo'lmaydi har qanday vaqtning o'zida. Onunki o'qiydigan nimasi bo'ladi? Muayyan bir vaqti bo'ladi. Masalan, farz namozning vaqti bor. Shuningdek, sunnat namozning har sunnat namozningki ham o'qiydigan vaqtlari bor. Shu vaqtning o'zida o'qish kerak. Ana o'niki hozirgi faslda qanday vaqtningki o'zida shunday namozni o'qishga bo'lmaydi. Ya'ni makruh, ya'ni o savobi kam bo'ladi. Yani ba'zi hadisga asosan haram bo'ladi, ya'ni namoz maqbul emas. Yana ba'zi nimaga asosan u maqbul bo'lsa savob bo'lmaydi. Makruh degan shu. Men hozir mushu faslning ustida nima qilamiz, to'xtalamiz. Unda o'dikin deydi, mana bu al-ixtiyor li ta'lil muxtar degan mush kitobni yozgan odam. Meni namoz o'qish, ya'ni mutlaq namoz degan nima? Eng ezi 2 rakat namoz. Men bu 2 rakat namoz bo'lib, Alloh akbardan tortib Aşu assalamu aleyküm deb ikki tarafga salom bergish bo'lgan orliq nim bo'ladi? Namoz bo'ladi. Eng ezi 2 rakat bo'ladi. Yoki vitr namoz bo'lib qoladi. Masalan, vitr namozningki o'zi 1 rakat bo'ladi. Bo'lmasa 2 rakat bo'ladi. Unda o'ndan keyin mushu 2 rakatlik yoki 1 rakatlik namozningki o'zini mana kun chiqib turgan vaqtning o'zida. Kun material qizirib ketadi-ya, chiqay deydigan vaqtning o'zida kun chiqib turdi. Şu çıktı, aynı defa çıkıp tuğa vaxtınızda namaz okuşqa bo'lmaydi. İkincisi, gün taz cing düşüvağa vaxtınızda. Cing düşü bilimiz 12 yerimden bir arlıqda mesela, ya ki bir bilen azan oqa peşindeki azan oqa arlıq, benim muşu taz cing düşü oldu. Ben cing düşüvağa vaxtınızda, ben cing düşü diyen neyman, ben sayınıma daxil bilense kısak, Gün taz cing şoğadı masayının üzeri mesela tüp düz düşüdü. Ya ayızıga ya mayızıga emas. Mene muşu vaqtning üzerinde mene qanday namoz o'qishga qat'iy nazar, mene u namoz o'qishga bo'lmaydi. Yana birisi ana uchinchisi kun o'ltirib turgan vaqtning üzerinde. Namozga degan kun o'ltirib turgan vaqtning üzerinde. Kun o'ltirib turgan bilamiz. G'arb tarafda kunningki to'g'ichi mundoq, ya'ni taxtga kirib, g'arb tarafda shundoq nim qildi ya to'xtab, qizdirib, nim qildi. Men shu vaqtniki o'zida men namoz o'qishga bo'lmaydi. Shuningdek namozdan boshqa yana bir namoz bor, sajda tilovat. Sajda tilovat deydigan bir sajda bor. O'qavi Qur'onningki 14 oyatni o'qigan vaqtning o'zida sajda qilish vojib bo'ladi. Men shu chon o'zida sajda qilish ham u vaqtning o'zida shu vaqtda durustchi emas. Yana birisiga anadekin jinoza namozi. Yani ölüp ketken bolsa, onuğa okulgan nazını deyimiz onu cenaze namazı deyimiz. Benim şu cenaze namazını ma, gün çıkıp doğağa vaxtın üzerinde, gün taz cing şoğağa vaxtın üzerinde, hem gün oturup doğağa vaxtın üzerinde okusakçı bo'lmaydi. Bo'lmaydi hem de. Hem de fakat şu günniki üzerinki bir namaz varken, diğer namazı, biz onu
bir iş bo'lib ketibdi, nima bo'lib ketibdi. Shu vaqtning o'zida shu kunninki yuziniki shu kunniki asr namozini kun o'ltirib turgan vaqtda o'qisak, o'chan o'zida u durus. O'chan o'zida nima bo'ladi? O'chan o'zida haromcho'p bo'lmaydi. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimasi va hadisi va. Hadis bo'lgandan keyin shu hadisda kimiki namozga adin kun o'ltirishdan burun bir rakatni topgan bo'lsa, o'chanlik o'zida bu odam namozgani topgan bo'ladi, o'z vaqti o'qigan bo'ladi degan mazmunda nima va hadis va. Buning asosan şu kunlik asrini o'qiyolmagan bo'lsa, shu channing o'zida qarasak kun o'ltirib ketgan qopdi. O channing o'zida kun o'ltirishdan burun yo qizib turgan vaqt bir rakat o'qisak, qolgandan keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi rakat kun o'ltirib bo'lgan o'qisakmi, yana namozga o'z vaqtida o'qigan bo'lamiz. Bu channing o'zida bu makruhchi bo'lmaydi. Ammo shu kunniki asrdan boshqa namozni o'qib qolsak, o channing o'zida makruh, uchu, durustchu emas. Endi yeni bir namaz o'qishga bo'lmaydigan bir vaqt. Mana tong otgandan keyin, ya'ni shu bomdod namoziniki farzini o'qigandan keyin kun chiqishlik oraliqda nima qilishga bo'lmaydi? Nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Tong shundoq yo'radimi? Tong yo'rgandan boshlab, shundoqmi? Tong yo'rgandan boshlab, shu kun chiqishlik oraliqda nafl namoz o'qishga qat'iy nima emas, durustchu emas. O vaqtda shu bomdodning 2 sunnatini, 2 rakat farzini o'qiymiz. Undan boshqa vaqtimizda hech qanday qazo namoz, u namoz, saydi namoz, sayd tilovat yoki jinoz namozi o'qisak bo'lmaydi. Mena yana durust bo'lmaydi. Mayada deydimdi, nafl o'qish durust emas. Bomdoddan keyin deylar, bomdoddan keyin ba'dal fajr degan, bomdodning farzi o'qib bo'lgandan keyin deymiz. Manada bomdodniki farzini o'qib bo'lgandan keyin, bomdodning farzini o'qib bo'libdi. O'qib bo'lgandan keyin kun chiqish oraliqda mana birinchi vaqt vakango deb sunnat namoz o'qishga bo'lmaydi. Endi bir sanadan keyin asrdan keyin, asrning farzini o'qib bo'lgandan keyin kun o'ltog'ishlik bo'lgan oraliqda mana sunnat namoz, hech qanday bir nafl namoz, qazo namozni o'chaning o'zida o'qishga bo'lmaydi. Endi bir sanadan keyin bomdodniki mana tong otgandan keyin mana bomdodniki 2 rakat sunnatidan boshqa sunnat nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Nimasiga bo'lmaydi? Endi boshda farz namozni bomdodning farzi o'qib bo'lgandan keyin nafl o'qishga bo'lmaydi. Ma'noda tong yo'rgandan keyin shu bomdodning 2 rakat sunnatini o'qiymiz. 2 rakat sunnatdan boshqa hech qanday namoz o'qimaymiz. Endi farz o'qiymiz, to'g'ri farzning vaqti o kun tong etishi bilan yana kun chiqishi orliq vaqt, qaysining vaqti? Bomdod namozining vaqti. To'g'ri, bomdod namozining vaqti. Unda o'g'andiki bomdod namoz deganlikni farzini ko'z tutamiz. Farzini ko'z tutamiz. Unda o'g'andiki shu tong yo'rgandan keyin bomdodning oldida o'qiydigan 2 rakat sunnati bor, uni o'qiymiz. Undan boshqa hech qanday bir namozni o'qishga bo'lmaydi. Yine namoz o'qishga bo'lmaydigan yeni bir vaqti bor. Bayram namoziniki oldida hech qanday sunnat namoz o'qish yo'q. Men buni o'qishga bayram namozi qavo 2. Birisi Qurban bayram namozi, yeni birisi nima? Ramazon bayrami. Mana Qurban bayram namozi bilan o'sha Ramazon bayraminiki namoziniki oldida hech qanday sunnat namoz yo'q. Ya'ni bayram namozining sunnati yo'q. Oldidimi yo'q, oxirdimi yo'q. Bu çok o'qishga bo'lmaydi. Endi bu bayram namoziniki oldida mesela o'qish bo'lmaydi. Endi bu namozlar keyin o'qiydi ekan. Unda uni o'qimay boshqa bir o'qiydigan. Mesela tahajjud nima? Chashvoq namozi bor. O'chani o'qib qolsak, o chashvoq namozi deb o'qisak o'chani bo'ladi. Ammo bayram namozining sunnati deb namoz yo'q. Uni o'qishga bo'lmaydi. Yana namoz o'qishga bo'lmaydi. İmam Axunum juma kuni xutbaga chiqqan vaqtimizda. İmam Axunum xutbaga chiqdi ya, mayada o'ltirib, xutba o'qiydigan ya nima eti shu minbarda. Minbar shundoq jamoat qarab o'ltirdimi? O'ltirgan vaqtning o'zida biz masjidga kirib qoldik. Masjidga kirib qolsak, o'chamizda ashta o'ltirib etibdi. O'ltirib hamda xutba o'qiyman deb muazzin azon o'qitibdi. Shu choniki o'zida meni namoz o'qishga bo'lmaydi. O namoz qavo tahiyatul masjid. Meni tahiyatul masjid degan
masjidniki salami deydigan bir namoz bor. Mana bizniki Hanifi mazhabda buni o'qimaymiz. Bu namozni o'qimaymiz. Darhol kirib o'tiramiz. Ammo bizning boshqa mazhablarda, mana bu İmam Şafii, İmam Ahmad qatorliq mazhablarniki o'zida mana imom ash xutba o'qiyman deb ash to'simi, xutba o'qigan vaqtidimi? Mana u odam masjidga kirib qolsa, o'chani qanday qiladi? Mana 2 rakat tahiyyatul masjid o'qish vojib deydi. Vojib deydi. Şu ba'zilar arablar ishda o'qiydi. Ammo bizcha uni o'qimaymiz. Ammo agar 2 rakat namoz o'qib bo'lsak, imom oxudim o'chaniki o'zida xutbani boshlab bo'lmaydigan vaqt bo'lgan bo'lsa, o'cha o'qisaqchi bo'ladi. Mana bu. Chunki xutbani o'qish nima u? Vojib, farz. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda bu nima deydi? Va iza qur'al Qur'onu fastamilahu ansitu la'allakum turhamun. Qur'oni Karim o'qish turinglar deydi. Bu yerda xutbani gapini deydi ulamolarimiz. Undan xutba degan gap arabcha gapni xitob qildi. Ya'ni imom oxir jamoatga xitob qilib so'zlaydi. Nima deydi? Qur'ondan, hadisdan degan gap. Undan Qur'on hadisni o'qigan yerda o'zida shuk turishimiz uchun farz. U Qur'onni ko'zga ilmay, o'zi mengib uni gap qilib undaq qilsak bu qat'iy nima emas, o durustchu emas. Shunga oyatga asosan imom xutbaga chiqdi degan gap amsini gap qilma degan gap bo'ldi. Qur'on hadisni deyma degan gap, buning mazmuni deyma degan gap. Uni anglash biz uchun nima o? Farz. Undan o'g'aniki namoz o'qish nima? Sunnat. Undan o'g'aniki sunnatni qo'yib farzga qilamiz. Yeni bir ish var. Mene jo'g'lab o'qilmaydi ikki namozniki o'ttirisini bir vaqtda uyda va safarda. Men buni nima qilish kerak? O'qish kerak. Ya'ni bir odam uyda turibdi. Uyda turgan vaqt o'zida, masalan, peshinni asr vaqtida yoki asrni peshi vaqtida yoki namozdan xutba vaqtida, xutbadan namoz vaqtida ikkisi bir vaqtda jo'g'lablar bunda o'qisaqchi u bo'lmaydi. Mayli safarda bo'ling, mayli uyda bo'ling, bu qat'iy nima emas, durustchu emas. Faqat nimada durust? Mana haj qilgan vaqtimizda Arfatda va Muzdalifada. Ya'ni Arfatda, ya'ni 9-kuni var. Zilhijjaniki 9-kun Arfat kuni bo'ladi. Men shu kunninki o'zida biz Arfat tog'iga chiqamiz. Bu Arfatning rasmiy boshlanishi shu peshinda kim boshladi? Ulug' vaqt. Ulug' vaqt bo'lgandan keyin o'chadagi insonlar men Alloh duo qilaman, istig'for etaman, ani qilaman, aldirashib ketadi. Aldirashib ketgandan keyin shu Mina shu Muzdalif tog'iga chiqib, u boshqa yerning o'zida. Unda o'g'andan keyin shunda bir muhim bir fursat bo'lgandan keyin xalqlar buni aldirab ketgandan keyin hem yalaki namazşam bu işlerle Muzdalif'e qaytadigan gap. Ana o jiq aldirishib ketdi deb, şu an u yerda asrniki o'zi peshi vaqtini biroq o'qiblar. Men mushtaq qilsa, o'chan o'zi nima o durus. Men Arfat kunida. Yeni birisiga Muzdalif'a. Arfatning yanimizga, Arfatning yenib, shu namazshamga shundoq azn qo'ydi, yo bir narsa, top bir narsa atdi. Shu bilan mangimiz. Muzdalifga qarab mangimiz. Muzdalif'a Arfatdan orali bir qancha kilometr. Mana şu Muzdalif'e kelgan vaqtimizda mana namozsham bilan xutbani juplab o'qiymiz. Bu yerda durus. Bu yerda durus. Chunki Muzdalifniki o'zim o kunninki o'zida o kunning o'zida mana o vaqtning o'zida ajoyib bak ulug'chay. O'chamizda toz ibodat qilib, nim qilamiz, xalqning hammasi o'shada jiq aldirashib ketdi. Shunga bu yerda islom dinimiz insonlarniki ma ishlarini ko'z tutib, mana peshim bilan xutbam bilan namozshamni bir vaqtda, ya'ni namazdan vaqtida o'qisin bo'ladi deb nima qildi? Ruxsatchi qildi. Mana bu mushtaqchi o'qiymiz. Endi ba'zilar shu nima qilgan vaqtimizda, safar qilgan vaqtimizda mana ikki namozni jo'g'lab o'qisak bo'ladi deb ba'zi masalan mazhab e'tibori bilan shu yalaqi Hanbali mazhab, Şafii mazhabdagi ba'zi arablar yoki shu yerda o'qib kelgan yoki yashab kelgan odamlar o'sha o'qiydi. Hem bu doğruluk Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki hadisleri çoğu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer kavakti müştak jo'g'lab o'qiydi, hem müştak qildi, yağmur yoqqan vaqtda shamol chiqqan vaqtimizda degan mazmunda hadislar bor. Endi biz buna deymiz. Uni Peygamber sallallahu jo'g'lab o'qidi degan gap. Peshinda sal kaylik tortdi. Asr qolay degan vaqtimizda. Asrniki o'zini
sen 5'lik vaqt tatip mandaq ayrılığını bir 5-10 minut ayrılık koyup durmuşda nima qilgan o'qiganti. O'qiganki bu sahabini buniki o'zini yani nima qilgan jo'g'lab o'qidi deb ifodaladi. Ya bu yerda amaliyotda aning vaqtida ma'ning vaqtida ani unda o'qimadi deymiz. Yani shaklan jo'g'lidi deymiz. Yani suratda jo'g'lab qolgan bo'ldi, ammo ma'ning vaqti, peshin vaqti mati, asrning vaqti mati, uni asrning vaqti bo'lgan asrning 4 rakat namozini ma'ning vaqtida o'qidik. Ma'ning vaqtida o'qidik emas, ikkisi yakın. Mesela kip qarab peshin eng oxiriga surib, namozga eng burun birinchi vaqtda surib, shundan oqidilar 5-10 minut ya 15 minut kilmani o'qidi. Men bu durus bizcha. Bunda o'qishni men u durus. Yani biz bunu deymiz, onu jo'g'lab o'qidi deymiz. Unda o'g'andikan biz eğer biz safar qilib qaptoq, bir ish qilib qaptoq, ana ciddi ishlarimiz bor. Eğer aşında bir iş olsa, uçanın üzerinde muş şekilde andaki namazını, mana peşini sel, kendi tatip, eserini çoğu, başka tatip, bunda okusak neme o duruz. Yine birisiga, eğer belki ciddi işimiz olup kalsa, uçanın üzerinde 7'si boğandikin, ve illa ki o mezhep itibaren durus emez demezsin, eğer anıga belki ciddi işimiz olup gelse karsa namazı kaza kılatımız, namazı kaza kılışın üzeri haram. Ana ondikin, peşinni o'qib bazı kessem namaz geldi bir iş geldi ya vaktim yetmeydiken ya ki cema mescit yokken mesela bir kapırlan vücudu o vaktimizde. Uçanın üzerinde ben aşağı olup gelirsek uçanın üzerinde ben jo'lab o'qisaqma bu 7'si bo'lgandan biz mutaassiblik qilmay uçanın üzerinde amal bo'lmagan vaqtimizda o'qisaqma nima deymiz uçanın üzerinde durus deymiz. Bunu biz İmam Azam mezhebi itibarıyla onu hakka ilan qilmaymiz. Ama özümüz o'qig'imiz kelib ketsa, özümüz yalnız o'qisak ya hakkı demek, oy mundaqkan deb o yılıq purat meselin üzün hakkını oturup çeçip, o ihtilafı terip undaq çok kısa çok bulmaydı. Onda o andakin, men şu dersimizdeki üzüde, namazniki üzüne qandaq vaqtınki üzüde okusak boludu, qandaq vaqtın üzüde okusak bulmaydı. Men şu toğırdaki mezmununu hazır bu kitapta nim qaldık, bilib aldık. Men Allah Teala hemimizni şu bilgen, şu uqqan, şu ilmige emel qıldıgan, takva, muttaqi, salih, mujahid meni kişilerden kıson Kur'an-ı Kerim'ni, Muhammed Aleyhisselam'niki dedisini, İslam dinini söylediğin, yaxşı gördüğün, mene nime dese şu bunca emel kıldığın, mene zulümü karşı durduğun, resmi bir muntezim bir kuş bulduğun, mujahid kişilerden katardan kıson ve ahir davana enelhamdülillahi Rabbil alemin.